Uchinchisida qizini tushirtirdingiz. Nimaga tushirtirdingiz? Qiz deb berishdi, buni ham qiz deyishadi. Hisoblatib qiz deganda siz tushirdingiz. Nimaga kichkina necha haftada tushirdingiz? Hali embrionda. Hop, qaranglar qizlar, embrion holatda tak jinsini hisoblash mumkin. Kalendarga jins hisoblash вообще noto'g'ri narsa. Shunaqa buni ham kalendar bilan qiz bola deyishibdi, lekin qon yengillanish bo'lar ekan. Xo'jayin ukam oldingi yil yengillanibdi, meniki ham uchalimda yengillanibdi. Keyin o'g'il bo'libdi. Shuni ham ko'rdim. Buni ham lekin kalendarda qiz deyapti. Buni ham tushirtirmabsiz-da. Qo'rqib yomon bo'lib qoldim, uyda bo'ldim-da. Uyda tushirdingiz, yomon bo'lib qoldingiz. Hech kimga aytmadim. Bunisi nima bo'lsa ham tug'ilganimda. Ikkinchi qizim darasa qiynaldim-da, katta tug'ildi ham. Bilmadim, nima qilsa bo'ladi? Shinkam ochilishi qiyin bo'ldi-da. Nima qilsam bo'ladi? Sizlarni Hozir ham o'chirib o'tirgan zo'r o'tirdim. Chidamadingiz, o'sha uchun hozir 1 minut degan gapimga shuncha kutdim. Bo'ldi, boshqa kutmayman, tez kiraman dedim. Mayli, lekin juda ham noto'g'ri yo'l. O'zingiz qildirmasdan turib, bolani jinsini ko'z bilan ko'rmasdan turib, kalendarga asoslanib, qiz deb bolani tushirish juda katta xato. Aniqlanganda ham tushirish katta xato qizlar. Unaqa qilmanglar. Qizlaringizni kim ko'rgan? O'zingiz ko'rdinglarmi? Hammasiga keladi. Hammasini menga kelgansiz. Qiz deyishlariga o'shanda qilolmadim-da. Hali ham buni kalendarda qiz desa aytmay, hali ham tug'asiz, hali ham o'g'il bola oyisi, hali ham oldirib qo'ymabsiz shoshib pishib.